Va nihoyat Pepsi Avtomania konkursida Chevrolet Labo g'olibi aniqlandi. Bu Jizzax betonkasidagi Tanho choyxonasiga nasib qildi. Aka, kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Siz bu konkursda nechta kupon bilan ishtirok etdingiz? Umumiy 203 ta. Shu yerda 203 millionlik Pepsi xarid qilgansiz. Hamma tadbirkorlar hali aytganimdek, 3-yanvar kuni Tracker g'olibi ham aniqlanadi. Sizlar ham aktiv va faol bo'linglar. Emotsiyalar, his-tuyg'ular qalay? 120 millionlik Labo shunchaki tekinga berib yuborilibdi. Emotsiya, hayajonlar bor. 6 yil oldin biz Pepsi bilan boshqa salqin ichimliklar sotmaymiz deb eksklyuziv shartnoma qilganmiz. Bu o'z mevasini topdi va bizga Labo nasib qildi. Gap yo'q. O'yin halol, haqqoniy o'tdi deb o'ylaysizmi? Va albatta haqqoniy 6 yilga mevasi bu. Do'stlar, sizlar ham faollashinglar, aktivlashinglar. Shaharimizdagi har bir tadbirkor navbatdagi Trackerni yutib olish imkoniyati mavjud. Aka, tadbirkorlarga nima deysiz? Hammaga Pepsi'ni tavsiya qilaman. Olg'a 3-yanvargacha Tracker g'olibi siz bo'lishingiz mumkin.